Necha 100 milyon amma issiq to'lqinning zarbasiga uchirdi. Yevropa ikkinchi Hindiston bo'lib, Jungoning havo tangishuvini talashib setishga boshladi. Angliyaning temperaturasi o'rlab 36 gradus chiqdi. Necha ming maktab dars to'xtatdi. Fransiya texnik isib ketib, Parij qatorliq bir qism shaharlarda 45 graduslik yuqori temperatura rekord ko'rildi. Issiq o'tib qolishini saqlash uchun Yevropa yarim yil ichida Jungoning 12 million 770 ming dona havo tangishuvini import qildi. Yevropaga nisbatan aytganda, bu yuqori temperaturali havo rayi zoti nimadan derak berdi? Dunyodagi eng taraqqiy qilgan rayon bo'lgan Yevropa nima uchun havo tangishuvini keng ko'lamda import qilgan bo'lib qoldi? Nurg'unlarga bizning bu yerda yozda doim 30-40 gradus yuqori temperatura ko'rildi. Nimishqa hech bo'lmagandek his qilamiz. Aksincha Yevropaliklar nimishqa buncha aloqasida bo'lib ketadi deyishinglar mumkin. Amaliyotda ishlar ko'pchilik o'ylagandek undaq oddiy emas. Yevropaliklar nima uchun issiqqa chidmaydi? Buning asosiy ikki sababi bor. Birinchi sabab yuqori temperatura pek tuyuqsiz bo'lib, Yevropaliklar buningga haqiqatan moslashamadi. Yevropadagi bu yuqori temperatura Hindistonning temperaturasi bilan o'xshash. Hammasi issiq kunbaz effektiga duch keldi. Bu nima degan gap? Ko'pchilik qasqanni tasavvur qilib beqinglar. Yevropa osmonida g'oyat zo'r yuqori besim sistemasi bor bo'lib, xuddi tuvoq o'xshash tuvanga besib turdi deb tushunsak bo'ldi. Quyosh o'zliksiz qizirish bilan buning ichi texim bak isiydi hamda issiqlik tarqalanmaydi. Shu bilan Yevropaning temperaturasi tabiiy holda o'rlab ketadi. Ko'pchilik balkim normal ahvolda Yevropaning qanchalik salqin ekanligini tasavvur qila olmasligi mumkin. 2025-yil Angliyaning yoz faslidagi o'tirish temperaturasi 16.1 gradus bo'lib, yozda siz kechda uxlagandan qiyinroq yo'qqa yetnishingiz to'g'ri keldi. Hatto texnik shunday tuvan temperatura Angliyaning 1884-yildan buyon eng yuqori temperatura rekord hisoblandi. Hatto yozdagi o'tirish temperatura 16 gradusni Angliyaliklar issiq his qildi. Hozir ular duch kelgan 36 gradus yuqori temperaturaning zarbasiga ular hargiz bardosh berolmaydi. Fransiyaning temperaturasi yuqori bo'lsa-mu, lekin issiq deb kelolmaydi. Fransiyaning 2025-yil yozdagi o'tirish temperaturasi 22.12 gradus bo'lib, havo tangishuvini oshmasmi haqiqatan rahat hisoblandi. Ammo hozir Fransiyaning nurg'un joylarida temperatura 45 gradusga chiqib, Fransiyaliklarga issiq o'tib qolishga boshladi. Nurg'un Fransiyaliklar issiqdan salqindigan joy topa olmay daryolarga berib suv uzishga boshladi. Nurg'unlagan suvda tunjiq o'lish fojiasi yuz berdi. Nimishqa salqindash uchun faqat daryoga berib suv uzish kerak bo'lib qoldi. Bu dal ikkinchi nuqta. Yevropada havo tangishuvi bek oz. Angliyada havo tangishuvining umumiy nisbati aram 5%. Uning ustiga ularning mutlaq ko'p qismi havo tangishuvchilari ishxona binosiga o'rnatilgan. Odat kishilar uylarga havo tangishuvi o'rnatmaydi. Fransiyada havo tangishuvchining umumiy nisbati 25% atrofida. Ammo Fransiyaning o'ltirib qo'yib maktab qatorliq ul asarlarida havo tangishuvchi yo'q deyarli. Buning solishtirganda Jungo haqiqatan havo tangishuv erkinligini ishga oshirdi desak bo'ldi. Soliq ma'lumotlari ko'rsatishicha, 2024-yil mamlakat bo'yicha o'rta hisob bilan har 100 oilada 145 havo tangishuvchi bor bo'lib, bu har bir oilada asosan havo tangishuvchi bor degan gap. Undan boshqa maktab, so'zsaroy, jamoat aslarlari qatorliq turli aslarlar asosan havo tangishuvchi bilan to'liq qoplandi. Shunga sirt tarqancha issiq bo'lsa-mu, uy ichidagi havo tangishuvchini ochsaqlar salqinligi bo'ldi. Yevropa umumyuzlik taraqqiy qilgan davlat turib, nima uchun havo tangishuv erkinligiga erishamaydi? Birinchidan, biz boya aytib o'tganimizdek, Yevropa ilgari yozda uncha isib ketmaydi. Shundaqqa aslo havo tangishuv ishlatmaydi. Havo tangishuvchining o'rnatilish nisbati tabiiy nihoyat tuvan edi. Ikkinchidan, havo tangishuvchining sirtqi qismi imoratning sirtqi ko'rinishiga og'ir ta'sir ko'rsatadi. Yevropada o'zining qurilish uslubining birdakligini saqlash uchun qonun orqali havo tangishuv o'rnatishni qattiq boshqurdi. Yevropaliklar ko'p hollarda pul xarjlab havo tangishuvchi sotib olsa-mu, o'rnatilmaydi. Uchinchi nuqta, shundaqla eng muhim nuqta. Yevropaning uzundan buyon muhit asrashga qarshi mutlaq ko'p qism Yevropaliklarni havo tangishuvchi muhit asramaydi degan qarashga kirib qo'ygan. Kim havo tangishuvchi sotib olsa, shu siyosiy ko'z qarash to'g'ri emas deb qaraladi. Hozir ahvol o'xshamaydi. Havo haqiqatan bekisib ketdi. Yevropaliklar muhit asrash shahar qiyafati deganlarni bir yoqqa qayirib turib, avval salqinlashni o'ylaydi. Soliq ma'lumot ko'rsatishicha, 2025-yil yozda Jungoning havo tangishuvchi eksporti shiddat bilan 40% yaqin oshgan. Goli, Meydi, Xayr qatorliq Jungo markalarining Yevropadagi bozor ulushi 41% yetgan. Bu yil yozda havo texim isib ketdi. An'anaviy osma shaklli havo tangishuvchidan boshqa muz yasash mashinasi, ko'chma havo tangishuvchi, shamoldurg'ich qatorliq Jungoning bir yurish issiqdan saqlanish buyumlari Yevropada o't bo'lib sotildi. 2027-yil Fransiya cho'ng saylovni kutib oldi. Havo tangishuvchi hatto siyosat bozorining bilet to'plash quroliga aylanib qolishi mumkin. Fransiyadagi chekinlashgan 10 qanot partiya Milliy ittifoq partiyasi keng ko'lamli havo tangishuvchi planini kuchab yo'l qo'yish sho'rini o'tirib qo'ydi. Buning demoqchi bo'lgani, Fransiyaliklar havo tangishuvchi erkinligini ishga oshirmoqchi bo'lsa, undaqda bizning hokimiyat taxtiga chiqish kerak demoqchi. Darvaqa buning o'xshash havo tangishuvchi plani 2003-yilda o'tirib qo'yilgan. Hozir 23 yil o'tib ketdi. Fransiyaning atalmish havo tangishuvchi plani yana eg'izga shuar oldida to'xtab qoldi. Nimishqa havo tangishuvchi o'rnatish bo'yicha tasavvur qoldi. Moyiti yana shu Yevropa sanoatini xarob qilish bilan munosabatli. Yer shariga ilib ketishga ergishib, Jungoning havo tangishuvchi eksport ko'lami borgan sari cho'ngib mangdi. Sizcha Yevropaliklarning havo tangishuvchi muhit bulg'aydi degan ko'z qarash to'g'rimi? Havo tangishuvchini tushunadigan do'stlar bo'lsanglar, inkas rayonida qimmatli fikringlarni qoldirib qo'ysanglar, hammalar bilib olaydi. Davlat ichi va sirtidagi eng yangi qiziq nuqtalarni cho'nqur obyektiv jihatdan tushunganingiz bo'lsa, menga aytishingiz. Men Musajon, keng sani ko'rishaylik, xayr xo'sh.